Mendan o'tgan bo'lsa, o'sha ayoldan ham uzr so'rayman. Ihsonchi blogerda zapali deb turib 3-4 kun oldin men video rolik qilganman. Video rolikda aytganmanki, 12 yoshli qizni, qarochi, olmoqchi bo'pti, nimadir bo'pti. Xullas, nima balo, ihsonchi blogerlarning orasidan ham pedofillar chiqishni boshladim deb video rolik qilganman, eslasanglar. Juda ham ko'pchilik kommentariyamga bu tuhmat, sen ichingdan to'qib aytyapsan, qarochi o'zing hype uchun qilyapsan degan gaplar bo'lgan. Вот именно mana bugun o'sha shu narsani isbotlab qo'yishni vaqti keldi. Daliluzdi kanalida ham bu narsani ko'rishingiz mumkin. Hattoki mana bu video rolikni ko'radigan bo'lsanglar, shu 12 yoshli qizni onasidan kechirim so'ragan videosi ham bor. Bu qiz hozir qaltirab yotibdi, nima emas, mendan ham kechirim so'rasin deb aytibdi. Nima deb kechirim so'rashim kerak? Nima deb so'rasin kechirim? Qizi masalasi bo'yicha o'sha nima bu ustida kechirim so'rayotgansiz. Bugun hammasini gaplashdik biz. Bu opa bilan ham gaplashdik. Bu opa kecha shu nima Istanbul Shopping opamizni prямой efirida gapirgan gaplar. Uning ichida haqiqatlari ham bor, haqiqat bo'lmaganlari ham bor. Men aytgan gapimni borib o'shalarni oldida tanam oldim. Haqiqatda mana bu gapni gapirganman, mana bu gapni gapirmaganman, yo mana bu gap manaqa bo'lgan deb bu odam bilan gaplashdik. Endi men sizni oldingizda hamma gapni gapirib bo'ldim, opa. Men agar mendan o'tgan bo'lsa, o'sha ayoldan ham uzr so'rayman. Shundan keyin o'zingizlar xulosa chiqarib olinglar. Хоть ты босс блогер, лайк излаб